Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz Premix ishlab chiqaradigan zavodda qurilishni boshladik, xudo xolasa. Ramalari kraska qilinish, gruntовка sepilgan holatda kelgan. Endi toza kraska o'tirish boshlandi. Tepada smesitel turadi, spiralni, pastida nakopительный bunkeri, dozatori, lestnisadan chiqib bu lift. Kraskan tozasi qilinyapti уже. Mana yashil rang. Liftdan tepaga chiqiladi. Bu platformasi. Kombikorum granula yemlari uchun broiler va nisushkalarni Premixlarni ishlab chiqaradigan zavod qurilyapti mana.